Yuk mashina olarkanman bunaqa muammolarga duch kelishimni bilmagan ekanman. Assalomu alaykum barcha yuk tashuvchi surxondaryolik akalarimizga. Bugungi videoda sizlarni katta muammodan qutqarmoqchiman yoki sizda bu muammo bo'lib turgan bo'lsa, shuni yechimini to'liq sizga yechishda yordam beraman. Bugun Denovdagi milliy brendimiz Shinere avtosaloniga tashrif buyurganmiz. Tepada aytib o'tgan muammolarning yechimi aynan mana shu yerda hal bo'ladi. Endi videoni oxirigacha ko'ramiz. Videoni ko'rishdan oldin ishonamanki, bu video sizga aniq foydali bo'ladi. Bitta like bosib qo'ying. Yuk mashinasini olmoqchi bo'lgan do'stlarga bu videoni yuborib qo'ysangiz ham zarar qilmaydi, chunki videoni oxirida juda ham qiziq va sizga foydali ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Yuk tashuvchi mashinalarda ko'proq duch kelinadigan muammolardan biri bu albatta zapchast yetishmovchiligi muammosi. Siz qanchadir pulga mashina sotib olasiz, endi maza qilib ishlayman, pul ishlayman, maza qilib haydayman deganingizda xohlaymizmi yo'qmi? Albatta mashina bu temir, buzilish ehtimoli bo'ladi. Siz qayerdandir Xitoy mashinalarini yoki haydalgan mashinalarni olasiz, mabodo buzilib qoladigan bo'lsa, uni zapchasini topa olmay qolasiz. Shunaqa bir mashinalarni ko'rdimki, yuk mashinalari haydalgan, qayerdandir olgan, pul arzonroq bo'lgan, qiziqib olgan, hattoki oddiy bamferni topa olmaydi, oddiy farasini, kichkina zapchastlarini ham topa olmaydi. Endi Shinere avtosaloniga kelishimizning asosiy sababini tushuntirib o'taman. Oldin eshitmagan bo'lsangiz, Shinere avtosaloni Surxondaryo Denovda rasmiy dilleri yagona bo'lib mavjud holatda. Bu yerda mashinalar deysizmi, zapchastlar deysizmi, hammasi bor. Endi sizga aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, Shinere avtosaloni avtomobillari uchun zapchastlar butun respublika bo'yicha avtosalonlarda mavjud. Bir narsaga e'tibor qarating. Shinere avtomobillari uchun servislar butun respublika bo'yicha bor. Ya'ni siz Shinere avtosalondan avtomobil sotib olarkansiz, qaysi viloyatdan bo'lishingizdan, qaysi tumandan bo'lishingizdan qat'iy nazar butun respublika bo'ylab servislar yo'lga qo'yilgan. U yerdan borib xohlagan zapchastingizni olishingiz mumkin. Eng asosiysi bu mashinalar o'zimizda Sirdaryo viloyatida zavodimizda terilib chiqaradi va u yerda zapchastlar minglab, millionlab. Akalar, agar oldin Shinere avtomobillarini qulayliklari, xarakteristikasi, narxlarini eshitmagan bo'lsangiz, biz oldingi videolarda kam bo'lsa ham yetarlicha ma'lumotlarni berdik. YouTube kanalimizning videolariga kirib, Shinere haqidagi to'liq ma'lumotlarni, qancha yuk ko'tara oladi, narxlari deylik, bundagi komfort deylik, barchasini biz YouTube kanalimizga joylab boryapmiz. Bundan keyin ham bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, Shinere avtomobillarini to'liq obzor qilib ko'rsatamiz va qulayliklari, narxlari barchasi u yerda bo'ladi. Bugungi sizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiligimiz shuki, mehnatkash xalqimizga uzoq yillar xizmat qila oladigan mashinalar kerak. Zapchastlardan muammo bo'lmasligi kerak. Aynan Surxondaryo xalqi uchun jaydari bosib pullarni ishlaydigan, yuk ko'tara oladigan mashina kerak. Bu albatta Shinere avtomobillar. Sababi 3 tonnagacha bemalol yukni ko'tara oladi. Bundan tashqari ozgina biror joyda muammo bo'ladigan bo'lsa, mehnatkash xalqimiz uchun zapchastlar muammo bo'lmasligi kerak. Surxondaryo Denovni Ulyanov bolnitsadan o'tganda bu yerda raqamlar ham qoldiramiz, manzil qoldiramiz. Aloqaga chiqsangiz, o'z uchun kerakli bo'lgan zapchastlarni aynan mana shu yerdan topa olasiz. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, juda ham ko'pchilik biladi. Yuk mashinalaridagi zapchast muammolarini, ya'ni boshqa model zapchast muammolarini juda ham ko'pchilik yuk mashina boshqa modeldagilar bizdan kelib zapchast olib ketishadi. Sabab bilishadi, bizda muammo yo'q va bizdagi ayrim detallar, ayrim zapchastlar boshqa mashinalarga ham to'g'ri keladi. Shuning uchun o'rtoqlar, mabodo yuk mashinasi uchun o'zingizga zapchast qilib yurgan bo'lsangiz, pastda raqamlarni qoldiraman. Eslatib, bot sizga takror qilyapman. Sarson bo'lib yurmang. Aynan Surxondaryo xalqi uchun biz harakat qilyapmizki, yuk tashuvchi akalarimizga yengilroq bo'lsin deb. O'rtoqlar, videomizning yakuniga yetib keldik. Endi asosiy qismga o'tamiz. Agar Shinere avtosalonidan siz avtomobil sotib oladigan bo'lsangiz, har qanday yuk mashinasimi, inomarkami,
sotib oladigan bo'lsangiz, garantiyasi 3 yilgacha beriladi yoki bo'lmasam 60 ming kilometrgacha garantiya. Bu orada agar texnik, zavodskiy qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, olgan joyingizda servislariga murojaat qilsangiz muammolaringizni hal qilib beradi. Undan tashqari mashinaga qanaqadir kichkina zapchastlaysizmi, katta zapchastlaysizmi, bu ham mana shu Surxondaryo Denov avtosaloniga murojaat qiladigan bo'lsangiz, xohlagan turdagi zapchastlar bu yerda bor. Mabodo bo'lmaydigan bo'lsa ham 1 kun, 2 kunda bemalol sizga yetkazib berishadi. Do'stlar, pastda Denov Shinray avtosaloni raqamlarini qoldiraman. O'zingizni qiziqtirgan to'liq savollarga javob berishadi. Qo'ng'iroq qilsangiz barcha zapchastlar bor. Mabodo yana ham batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada o'zingizni raqamingizni qoldirsangiz, o'zimiz ham aloqaga chiqib sizga to'liq ma'lumot beramiz. Do'stlar, videoga bitta like bosib, yuk mashinasi olmoqchi bo'lgan do'stlarga bu videoni yuborib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.